Assalomu alaykum do'stlar. Navbatdagi video. Ushbu videoda biz Work and Travel Germany, ya'ni Germaniyadagi Ferien Job dasturida qatnashmoqchi bo'lgan talabalar uchun muhim bo'lgan hujjatlardan biri, ya'ni Certificate of Matriculation haqida gaplashamiz. Xo'p. Ushbu hujjat sizni bitta shu O'zbekistondagi universitetda o'qishingiz va talaba sifatida yozda qachondan qachongacha dam olishingiz haqida ma'lumot beradi va buni ham siz universitetni dekanatidan pechatlab olib, qo'l qo'ydirib olishingiz kerak bo'ladi. Bu ham Germaniyadagi Bundesagentur für Arbeit hamda mana bu O'zbekistondagi Germaniya elchixonasi tomonidan so'raladigan hujjat hisoblanadi. Demak, ko'rib chiqamiz. Birinchi o'rinda yuqorida chap tarafda universitetning logosi. Bu logoni ham universitetning rasmiy sahifasidan olib, keyin xuddi shu rasmni o'zgartirib olsangiz bo'ladi. Bu fayl Telegram kanalida bor. Uni o'ng tarafida esa universitet ma'lumotlari. Buni manzili, telefon raqami, emaili hamda veb-sayti. Pastda universitet haqida gap ketyapti va sana uchun bo'sh joy va bu joyda o'zgartiradigan narsangiz endi ismingiz falonchi bek. Albatta bu ham qizil pasportingizdagi bilan bir xilda bo'lishi kerak. DOB degan qism kelyapti. Date of birth degani tug'ilgan kun. Keyin tug'ilgan kuningizni yozasiz bu joyga. Is a full time student. Bu degani siz to'liq o'qiysiz degani. Bizda xalq tilida gapirganda o'shning. Kunduzgi ta'limda o'qiydigan talabalar full time student bo'ladi. Agar siz zaoshniy o'qiydigan bo'lsangiz, ya'ni sirtqi ta'limda o'qiydigan bo'lsangiz, bu joyda part time student deb yozilishi kerak bo'ladi. Lekin Germaniyada bu narsaning ikkalasining juda katta farqi bor. Agar siz full time student bo'lsangiz yoki part time student bo'lsangiz, turli xildagi oyliklarni olasiz va turli xil darajadagi soliqlarni to'laysiz. Shuning uchun ham bu narsa alohida keltirib o'tilgan. Demak, kunduzgi ta'limlar uchun full time student bo'ladi. Qayerda? Bir joyda, qaysi fakultetingizni keyin yozib qo'yasiz. Bu talaba qabul qilingan shu universitetning nomini qaytadan yozamiz va qachondan qachongacha o'qishimizligini. O'tgan hujjatni o'rgandik. Xuddi shu ma'lumotlar bor edi. Ya'ni o'qish qachon boshlangan, o'qishga qachon kirgansiz va taxminan qachon bitirasiz. Aynan mana shular haqida mana shu sanalarni yozib qo'yishingiz kerak bo'ladi bu yerga qaytadan. Xo'p, keyingi abzasdan boshlab esa sizni o'qish ta'tilingiz qachon boshlanishi. Bu joyda boshlanish sanasini yozasiz va bu joyda tugash sanasini yozasiz. Va albatta avvalgi hujjatdagi bilan bu ham o'xshash, bir xilda bo'lishi shart. Xo'p, endi oxirida berilyapti. Bu talaba mana shu ta'til davomida summer jobga qatnashishga ruxsat berilgan deb. Dekan of the faculty, dean of the faculty. Bu joyda fakultetingiz nomi, fakultet dekanining ism familiyasini bu joyda yozib qo'yishingiz kerak va o'rtada stamp, ya'ni pechat hamda qo'l qo'yilgan bo'lishi kerak. Xo'p, yaxshi, nimaga e'tibor berishimiz kerak bu joyda? Bu joyda yana ism familiyamiz albatta qizil pasportimizdagi bilan bir xilda bo'lishi kerak. Va o'qishlarni tugash sanasi va boshlanish sanasi avvalgi hujjatimiz bilan bir xilda bo'lishi kerak. Albatta ta'til vaqtlarimiz ham xuddi shunaqa bir xilda bo'lishi kerak. Pechatni e'tibor beraylik. Pechatni yaxshilab bostiringlar, sababi ba'zida skaner qilganda pechat yoki qo'l ko'rinmay qolishi mumkin. Bu muammolarga sabab bo'ladi. Bunaqa muammolarni istamasangiz, maslahatim pechatni yaxshilab bostiringlar va qo'lni ham aniq ko'rinadigan qilib qo'ydiringlar. Va uchinchi maslahat, aytganimdek, buni ham 3 nusxada qildirsanglar bu hujjatni ham, albatta birinchi nusxasini sizlar Germaniyaga jo'nata olasizlar. Ikkinchi nusxasini nima qilamiz? O'zbekistondagi Germaniya elchixonasiga bersak bo'ladi va uchinchi nusxasini o'zimiz bilan Germaniyaga olib ketamiz. Bu hujjatni ham sizlar o'zgartira oladigan, ya'ni telefonda yoki kompyuterda o'zgartira oladigan variantini Telegram kanaliga yuklab qo'yganman.
Telegram kanalidan yuklab olsanglar bo'ladi. Hop, bu hujjatni siz o'zingiz to'ldirib konsaltingga bersangiz bo'ladi yoki konsaltingdagilar sizga berib mana buni tekshirib bering deydi. Men hozir aytilgan ma'lumotlar bo'yicha yaxshilab tekshirib, universitetingizdan pechat qo'ydirib oling. Sizga maslahat beraman, eng ishonchli hozirdagi freelance job uchun firmalardan biri bu Back Travel 1. Aynan Telegramdan xuddi shu link ortidan topishingiz mumkin mana shu firmani. Qisqacha sizlarga beriladigan ma'lumotlar shulardan iborat edi. Salomat bo'linglar, Germaniyada ko'rishguncha.